Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida o'tgan 10 kun ichida hududda xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida keng masshtabli tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. Yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'tkazilgan ushbu tadbirlar boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tashkil etilib, tizim xodimlarining fidoyiligi, jasorati va professional salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Tadbirlar davomida jami 2019 ta tezkor qidiruv tadbiri o'tkazilib, 83 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. 172 ta ochilmagan jinoyat fosh etildi. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 51 nafar shaxs ushlandi. 67 nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topildi va oilalariga sog'-salomat qaytarildi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida 106 ta jinoiy holat aniqlanib, 12 kilogramga yaqin giyohvandlik vositalari olib qo'yildi. Shuningdek, giyohvandlik vositalarini yashin ravishda tarqatish bilan bog'liq 29 ta zakladka holati fosh etildi. Fuqarolar, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda ham salmoqli natijalarga erishildi. 97 ta jinoiy holat aniqlandi. 93 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. 9 dona ov miltig'i, 18 dona pnevmatik qurol hamda 186 dona o'q-dorilar daliliy ashyo sifatida olindi. Huquqbuzarlardan 364 dona buyumlar, o'tkir tig'li jismlar, kastet va boshqa vositalar daliliy ashyo sifatida olindi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida ham samarali ishlar olib borildi. Ayniqsa, 10 kunda 60 ta kiberjinoyatlarning fosh etilgani fuqarolar manfaatini himoya qilish va zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashishda muhim natija bo'ldi. Muxtasar aytganda, xavfsiz va sog'lom yurt keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlari oyligining o'tgan 10 kunida viloyatimizda tinchlik, osoyishtalik va xavfsizlik muhiti yanada mustahkamlanmoqda. Tezkor qidiruv tadbirlari tunu kun 24 soat izchil davom ettirilmoqda.